tili va tishlari bilan oilasini boqayotgan hamyurtimizni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Biz akamizni manzilini topdik va borganimizda Allohning mo'jizasi va qudratiga guvoh bo'ldik. Hozirroq like bosib qo'ying, sababini video davomida bilib olasiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Biz Dilmurod akamizning uyini nihoyat topib keldik. Toshkent viloyati Piskent tumanida joylashgan Chekapar qishlog'ining haqiqiy qahramonlaridan biri. 83-yilman. Bu ishlarimni 15-20 yildan beri faoliyat yuritaman. Texnikalarni remont qilish, kompyuterlar xizmatlari, qo'limdan kelgancha tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Asosan o'zimizning mahalladan, qo'shni qishloqlardan ham kelib turadi. Bu hayot juda qisqa, qo'l oyog'i bu insonlar o'zi uchun o'zi harakat qilsa, hech qachon kam bo'lmaydi. Chunki Alloh hammaga ham unday imkon berilavermaydi. Bu holatimdan hech qachon nolimaganman. Chunki Xudoga shukr, Allohga shukr, onam bor, o'zimda ishim bor. Ta'mirlab bersam, xursand bo'lib chiqsa, o'zim ham xursand bo'lib qolaman. Kechgacha ishlab, bunaqa nolishga ham to'g'risi vaqt bo'lmaydi. Bu xonadonda onam bilan yashayman. Orzularim Alloh qo'shaginga yetkazdi. Uy qurish, masalan, ustaxonalar qurish edi. Umra safariga borishni orzu qilasizmi? Umraga borishni orzu qilaman. Nasib menda paydo bo'ldi. Sizni umra safariga jo'natmoqchiman. Rahmat. Alloh qodir qilgancha 4 mijoz sog' bo'lib turib, boqamandalikdan chiqib keta olmaydigan yoshlarimiz juda ham ko'p. Mana shu akamizni o'rnak qilib ko'rsatsa bo'ladi. Hozir to'g'risiga o'zim ham juda ham hayajondaman. Akamizni holatini ko'rib yoki sharoitini ko'rib tafakkur qilgan joydamiz. Dilmurod akamizga umraga yuboraman deb va'da berib qo'ydim, lekin meni bitta narsa o'ylantirib qo'ydi. Ko'rib turibsiz, akamizning harakatlari juda ham chegaralangan. Agar ushbu videomiz 1 millionta like yig'sa, akamizga qo'shib onalarini ham umra safariga yuboraman. Do'stlar, sizning bir dona lakingiz juda ham ko'p narsani hal qilishi mumkin.